Erkek kishilarda uylanish yoshi ko'tarilibdi. 26 yoshda o'rtacha uylanishyapti ekan. Sababi uylangani normalniy qiz kamayib ketyapti. Erkaklar bilan tengma-teng olishyapti, kamsitishyapti, urush janjal qilishyapti, baqirishyapti, erkak kishini обесценивать qilishyapti, qilgan mehnatlarini, ухаживаниясini va bergan mehrini должен deb qabul qilyapti ko'pchilik qizlar va osmondagi oylarda so'rab yurishibdi, o'zlari shu narsaga соответствовать qilmasam. Menga gelik bering deb mana qilib turishdi. Shuning uchun erkaklarda ham umuman qizlardan hafsalasi qolib ketyapti. Da bordir orasida yaxshi qizlar, lekin yana qaytaraman, umuman qizlardan hafsalasi qolib ketyapti erkaklarda. Bu realniy fakt. Uylanishga qo'rqib qolgan erkaklar. Qo'shimcha, любой masalaga ayol kishini to'g'ri yo'lga boshlaydigan video ko'rsam, ayollar yozadi, erkaklar chi deb yozadi. Erkaklarga faqatgina yaxshi gap, mehr, gap qaytarmaslik, chiroyli muomala kerak.